Hozir sizni ikkala ko'zingiz ham ko'rmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Siz ko'rib turgan bu ayol 3 nafar farzandlari bor. 10 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qolgan. Hozirda ijara uyda yashab keladilar. Turmush o'rtoqlari ko'zlari ojiz bo'lib qolgandan keyin ularni tashlab ketgan. Biz bitta joyga kelganmiz va bularga hozir nima maqsadda mikrofon taqqanimni va nima maqsadda qo'limda mana bu narsa turganini aytganim yo'q. Aka, mana shu hovliga hozir kelganimizdan beri eshikdan necha marta tiqib chiqdingiz? 2-3 marta tiqib chiqdingizmi darvozadan? Ana endi hozir ro'molni sizni ko'zingizga taqamiz va siz hech kim yordamisiz mana shu eshikdan mashinaga borib kelasiz. Bo'ladimi? Maylimi? Ket. Necha yildan beri ko'zingiz ko'rmaydi? 10 yil. Yuraman shu paytgacha. Qizingiz tug'ilganda ularni ko'rmagansiz. Qizim ko'rmagan. Ko'zi ojiz inson, ko'ri inson tush ko'radimi? Tush ko'radi. Tushimga faqat oppoq bog'lar, oppoq biylar kelib bitta ko'zimni kavlaydi. Doim bitta tush ko'raman. Men mashinagacha bora olmasam kerak-ku. Mana endi yechamiz. Qanaqa bo'ldi aka o'zingizga? O'zi shu yoqqa kelganimcha o'zimni qanchalik qo'rquv, birinchi qo'rquv chuqurga tushib ketmaydi, qo'rqib kelaman. Tasavvur qilib, o'zlarini ichlaridan his qilishlari uchun biz bu narsani qildik. Yo'q, tasavvur qilib bo'lmaydigan. Hammasiga shukrona qilishimiz kerak. Mana hozir necha minut? 1 minut yoki 2 minut bo'ldi-da. 1 minut bo'lmadi. 1 minut ham bo'lmadi o'sha. Qizingizni ko'rinishini qanaqa tasavvur qilasiz? Qizim bilmayman, tasavvur ham qila olmayman. Sizga tasvirlab berishganmi qizingizni ko'rinishini? Qizim kattagina-yu tasavvurlab bermagan. Qizingizni ko'zlari xuddi quyoshga o'xshaydi. Ko'rgan odamning kayfiyati ko'tariladi. Ikkita yuzlarida chiroyli kulgichlari bor. Qoshlari chiroyli, yuzlari kulib turadi. Qizingizni yuzini ko'rgan odamning kayfiyati ko'tariladi. Istaralari juda ham issiq. Jigarrangroq sochlari, ranglari ham bug'doy rang. Haqiqiy o'zbek qizlariga o'xshagan, tishlari tekis, oppoq, lablarining o'ng tarafida kichkina qonlari ham bor ekan. Qarang, qanaqa chiroyli, go'zal qizingiz bor. Hech shunaqa tasvirlab berishganmi qizingiz? Yo'q, bittasi ko'rsa ham, uch bachamni ko'rsam bo'ldi, armonim yo'q. Bir kilo kartoshka, 1 kilo piyoz, sabzi, shalg'am, go'sht keltirib beradi. O'shalarni yeb turaman. Pensiyam bor. Farzandlaringizga oziq-ovqat topolmay qolgan paytlaringiz ham bo'lgan? Boshga, nasiyaga dori-ko'l olib davolanib yurgan paytlarim bo'lgan. Bir-birda suv qochgan, qattiq nonni 2 bachamga yedirgan kunlari bo'lgan singlimni. Bu sinovlardan o'tib, yana sinov bo'lsa roziman. Bitta armonim bor, bittasi 3 bacham to'yini qilib, umraga borib, umraga o'lishim armonim bor. Bitta armonim ana shu yoqqa borib, jonim uzilsa ham mayli. Siz ko'rib turgan bu opamizning ko'zlari ojiz. Ko'zlari ko'rmagandan keyin biror joyga ishga ham olishmasa, suyanadigani faqat Alloh, balki siz bilan bizni Alloh sababchi qilib bu ayolni ko'zlari ko'rib, farzandlarini kulgusini, xursandchiligini, ularni ulg'ayishini ko'rishi mumkin. Endi tasavvur qilib ko'ring. Bu insonning o'rnida siz bilan biz ham bo'lishimiz mumkin edi. Hamma xohlagan, o'zimiz yaxshi ko'rgan insonlarning yuzini ko'ra olamiz. Lekin bularchi, hatto eng kichkina farzandlarini qanaqa ko'rinishda ekanliklarini ham bilmaydi. Zulmatda yashab kelayotgan bu opamizga ozgina bo'lsa ham ehson qilib yordam beraylik. Balki siz bilan biz qilgan yordamimiz evaziga bu ayolni yana ko'zlari ko'rib ketishi mumkin. Mana shu karta raqamlari opamizning shaxsiy karta raqamlari. Hoziroq ehson qiling. Har birimiz o'zimizga berilgan ne'matni shukronasini qilishimiz shart. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.